Periştilerini biliş. Birinci bab, imanның ikinci türüki. İmanның 6 erkanları. Mezkur yürüşlük oqışlıqlarının birinci kısmı Allah'ını tonuşda, biz imanның 6 türüki hakkında kısqıça toxtalgan edik. Bu 6 türük, yani rukun, Cibril aleyhisselam hadiside bayan kılıngan bulup, aynı çağda Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yeniği kelip, onundan İslam, iman, ihsan ve kıyamet doğrusu da sorugan. İmanның 6 türüki tövendikilerdir. Birinci, Allah'a iman etiş. İkinci, periştilerge iman etiş. Üçüncü, samavi kitaplarga iman etiş. Dördüncüsü, peygamberlerge iman etiş. Beşincisi, kıyametke iman etiş. Altıncısı, takdirge iman etiş. Biz çokum yukarı kılanın hemmesiga iman etişimiz gerek. Allah subhanahu wa ta'ala tövendeki ayette bulanın deslepki töğütünü bayan kıygan. Tercümesi, Peygamber Rabbi terpidin onunla nazıl kılıngan kitapka iman keltirdi. Mu'minlermu iman keltirdi. Ulanın hemmesi Allah'a ve Allah'ın periştilerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman keltirdi. Sure Bakara 285. ayet. Andın Allah subhanahu wa ta'ala buladın 5'ini tövendeki ayette bayan kıygan. Tercümesi, Silenin gün çıkan ve gün patkan tarafki yüz kertirişinlarının özüla yaxşı amelge yatmaydı. Belki Allah'a, ahiret günüge, periştilerge, kitapga, yani Allah nazıl kılgan kitaplarga, peygamberlerge iman keltiriş yaxşı amelge kirdi. Sure Bakara 177. ayet. Bu türük, yani rukunlarının her kandak birgi iman keltirmegelle mümin emas, kafirdir. Allah Teala bu vaqtda şundaq deydi. Tercümesi, kimi ki Allah'ni, Allah'ın periştilerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar kılıdiken o qattiq azgan boludu. Sure Nisa 136. ayet. Periştilerge iman etiş. Hakiki mümin Allah subhanahu wa ta'ala'nın barlıq periştilerge iman keltiriş gerek. Periştilerge iman keltiriş imanның ikinci türüge. Şundaqla bu kitapның baş temisidir. Biz periştilerini körelmeymiz. Biz ula doğrusudur fakat Allah subhanahu wa ta'ala özünün kitabıda ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadislerinde bayan kıygan nəslərini bilimiz. Biz periştilerinin bazı sübetlerini Allah subhanahu wa ta'ala ulağı tapşırgan vazifelerini ve ulanın öz vazifesini qandaq icra qılıdığanlığını öğrenişimiz gerek. Biz periştiler doğrusida ilimge egi boluş arqılıq nurgun muhim suallarının cevabını tapa alayımız. Şundaqla ulanın yardımı ve dostluğa layıqlı iş üçün nimelerni qilishimiz kerakligini bilib alayımız. Periştiler qaçan yaratılgan? Biz periştilerin qaçan yaratılganlığını iniq bilmeymiz. Bizning biladiğimiz fakat Allah subhanahu wa ta'ala'nın ulanı insandan avval yaratganlığıdır. Allah subhanahu wa ta'ala insanı yaratışını ve onu ziminde halif kılışını irade kıyganda periştilerge özünün bu muddaasını eytgan. Periştiler bununla qarata özlerinin qattiq teşvişini bildirgen. Allah subhanahu wa ta'ala bulanı bayan kılıp şundaq deydi. Tercümesi, öz vaqtida Rabbin periştilerge men yeryüzüde halife, yani urun basar yartimen dedi. Periştiler, yeryüzüde buzgunçılık kılıdığan, kan töküdüğan halif kılamsan, halbuki biz seni pak dep medhileymiz, mukaddes dep medhileymiz dedi.
Allah "Men hakikaten sizler bilmeydigan narsalarni bilaman" dedi. Sura Baqara 30-ayet. Bu farishtalarning Adem aleyhisselamdan ilgiri yaratilganligini ko'rsatdi. Ular Allah subhanahu va taolaning o'zlariga bildirganlariga asosan insoniyatning yer yuzida buzg'unchilik qiladigan va qon to'kadigan jonliqlar ekanligini bilgan. Ular bu vaqtdagi tashvishini intayin tuvanchilik bilan Allah subhanahu va taolaga aytgan. Lekin Allah subhanahu va taolo texmi yaxshi bilguchidir. U payg'ambarlar va ularning sahobalariga o'xshash ba'zi insonlarning o'ziga itoat qiladiganligini va Allah rizoligi uchun turli jihad qiladiganligini biladi. Farishtalarning soni. Farishtalar son sanoqsiz bo'lib, ularning aniq sonini faqat Allah subhanahu va taolo biladi. Allah subhanahu wa taala dozaqqa muakkal farishtalar haqida shunday deydi. Tarjimasi: U ya'ni ashaddiy jahil kafir Valid ibn Mughirani men Saqarga, ya'ni dozaqqa salaman. Saqarning nimaligini qandoq bilalaysan? U hech narsani qoldirmaydi, qo'ymaydi, balki ko'ydirib tashlaydi. U cho'ngliqidan insonlarga yiroq musofalardan ko'rinib turdi. Uningga 19 farishta muakkaldir. Biz dozaq muakkallarini faqat farishtalardan qildik. Biz ularning soni bilan faqat kofirlarni sinadik. Sura Muddathir 26-oyatdan 31-oyatgacha. Bu 19 farishtaning jismi favqulodda cho'ng bo'lib, ularning yana nurg'un yordamchilari bor. Bu oyat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nozil bo'lganda, Abu Jahil bu oyatni mazoq qilgan va Muhammadning aran 19 yordamchisi bor degan. Shuning bilan Allah subhanahu va taolo tövendiki oyatni nozil qilgan. Tarjimasi: Rabbingning qo'shunini, ya'ni farishtalarning sonining ko'pligini, ularning kuch-quvvatini va ularning yaratilishdagi cho'ngliqini faqat u o'zi biladi. Sura Muddathir 31-oyat. Bu farishtalarning Allah subhanahu va taolaning askarlari ekanligini ko'rsatdi. Ularning soni favqulodda ko'p bo'lib, ularning sonini faqat Allah subhanahu va taolo o'zi biladi. Buningdan sirt Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Qiyomat kuni Cehennem 70 ming tizgini bor holatda mahsharga so'rab kelinadi. Uning har bir tizginini 70 ming farishta so'raydi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Bu hadisni Imom Muslim va Tirmizi to'plagan. Bu deganlik taxminan 5 milliardga yaqin farishtaning dozaqqa mas'ul ekanligini ko'rsatdi. Farishtalarning sonining ziyoda ko'pligiga aloqador boshqa hadislar mi bor? Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam osmonning hamma yerining Allah subhanahu va taologa ibodat qiladigan farishtalar bilan to'lganligini aytgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana har kuni 70 ming farishtaning 7-osmondagi Baytul Ma'murga kirdiganligini va har bir qitim kirganlarning ikkinchi qitim kirmaydiganligini aytgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana har bir insonga hamroh bo'ladigan farishtalar borligini, ularning ikkisining shu insonning barliq qilmishlarini xotirlaydiganligini, yana ba'zilarining uni yaxshi ish qilishga undaydiganligini, yana ba'zilarining uni qo'g'daydiganligini aytgan. Izohat: Baytul Ma'mur avvat ibodatxona
degan ma'noda bo'lib, u zimindagi Ka'baga o'xshab ketadi. Farishtalar u yerga berib, Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladi. Bu hadisning to'liq nusxasi oldimizda bayon qilindi inshaalloh. Izohat tugidi. Shundaqla Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundaq degan. Tarjimasi: Qadr kechasi Ramazondagi 27 yoki 29-kechidir. Haqiqatan u kechida zimindagi farishtalarning soni shexil toshdan ko'p bo'ladi. Bu hadisni İmam Ahmad va İmam İbn Huzayma to'plagan. Şeyh Albani rahimahulloh As-Sahiha 2205 numarda Hasan deb baholagan. Yuqoriqilardan ma'lumki, farishtalarning soni bizning tasavvurimizdagidan bakli ko'pdir. Farishtalarning ismlari. Biz intayin az bir qism farishtalarning ismlarini bilamiz. Biz bu kitobda faqat Qur'on va sahih hadislarda bayon qilingan ismlarni o'tirg'i qo'yish bilan kifoyalanamiz. Shu vajidan nurg'un kishilar Radvan, Azrail va Raqib va Atid deganlarni farishtalarning ismlari deb qarasimi, biz bu haqda dalil bo'lmaganligi uchun kitobimizda bu ismlarni bayon qilmaymiz. Biz biladigan farishtalar. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda Jibril, Mikail, Malik, Harut va Marut qatorliq 5 farishtaning ismini bayon qilgan. Hadisda ismlari tilga ilingan farishtalar bo'lsa, Israfil, Munkar va Nakirdir. Ba'zi farishtalar Qur'on sunnati bayon qilingan bo'lsa-mu, ammo ularning ismi bizga bildirilmagan. Masalan, bizga o'lim farishtasi va taqqa muakkal farishtadan xabar berilgan. Ammo biz bu ikkisining ismini bilmaymiz. Şeytan farishtalardanmi? Ba'zilar tuvandagi oyatni to'g'ri tushunolmaganlikdan İblis, ya'ni shaytonni farishta yoki ilgari farishtalardan biri edi deb o'ylab qoladi. Allah subhanahu va taolo shundaq deydi. Tarjimasi: O'z vaqtida biz farishtalarga, Odamga, ya'ni Odam alayhissalomga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqasi sajda qildi. U sajda qilishdan bosh tortdi. Sura Toha 116-oyat. Lekin bu oyat faqat shaytonning ilgari farishtalar bilan birga ekanligini tushundirdi. Tuvandagi oyatda bo'lsa, iblisning hech qachon farishtalardan emasligi, uning jinlar toifasidan ekanligi ochiq bayon qilingan. Allah subhanahu va taolo shundaq deydi. Tarjimasi: O'z vaqtida biz farishtalarga, Odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis jinlardan edi va u Rabbining itoatidan chiqdi. Sura Kaf 50-oyat. Balaga farishtalarning ismini qo'yishning hukmi. Balaga Jibril, Mikail yoki Israfil degandek farishtalarning ismlarini qo'yishga bo'lamdi? Salaf solihlar o'z bolalariga mundaq ismlarni qo'ymaganligi, shundaqla bizning har vaqt shularga agishishimiz kerak bo'lganligi uchun o'limalarning nurg'ini bundaq qilishni yomon ko'rgan. Ya'ni shu vajidan qiz balag'imi farishta degan ma'nodagi malak degan ismni qo'yishmi makruhdir. Halbuki farishtalarga xos bo'lmagan sahibi, igisi degan ma'nodagi Malik degandek ismlarni balalar qo'yishga bo'ladi. Farishtalar qayerda? Farishtalar odatda osmonda turdi. Allah subhanahu va taolo ularni zaminga tushishga buyurganda, ular zaminga tushidi. Shundaqla ular kishilarning yaxshi amallari, o'lganlarning ruhi qatorliqlarni osmonga elib chiqadi.
Ular ba'zida, masalan, Qadr kechisida ziminga top-top bo'lib tushidi. Allah subhanahu va taala bu vaqtda shundaq deydi. Tarjimasi: Farishtalar va Jibril shu kechida Rabbining amri bilan ziminga Allah taqdir qilgan barliq ish uchun tushidi. Sura Qadr 4-oyat. Farishtalar o'lamdi. Biz farishtalarning bu dunyo hayotida o'ladigan, o'lmaydiganligini bilmaymiz. Allah subhanahu va taala bu vaqtda bizga hech narsa bildirmagan. Şunu biz ilimsiz holda hech narsa deyolmaymiz. Lekin biz zaman oxirida yoki qiyomat kunida Allah subhanahu va taolaning hamma maxluqni vafot qildiradiganligini bilamiz. U vaqtda Allah subhanahu va taolo o'zi qoladi. Ondan u hammani qayta terildirdi. Allah subhanahu va taolo shundaq deydi. Tarjimasi: Allah'ның yüzüdün başqa barlıq narsa yo'q bo'ladi. Sura Qasas 88-oyat. Shu vajidin ana shu vaqtda farishtalar o'ladi. Farishtalar mu'minlardan ustunmi? Farishtalar bilan taqvodor mu'minlardan qaysisi ustun? Bu aniq javobini topqili bo'lmaydigan bir savol. Bizning bu yerda bu savolni o'tirg'a qo'yishimizdagi maqsad o'limalar farishtalar to'g'risida to'xtalganda doim mush savolni o'tirg'a qo'yishidi. Bu savolning to'g'ri javobi shu. Birinchi, bu dunyo hayotida insonlar doim gunoh o'tkazadi va Alloh subhanahu va taologa itoatsizlik qiladi. Farishtalar bo'lsa zinhor gunoh o'tkazmaydi va har vaqtda Allah subhanahu va taologa itoat, ibodat qiladi. Ana shu vajdan biz farishtalar insonlarning mutlaq ko'p qismidan yaxshi, ya'ni ustun deymiz. Ikkinchi, oxiratda taqvodorlar farishtalardan ustun bo'ladi. Chunki ular dunyo hayotidagi sinoqdan o'tgan. Allah subhanahu va taolo ularga jannatda katta ne'matlarni tayyorlagan. Ular jannatga kirganda soni nurg'un farishtalar ularni qarshi oladi va ular uchun xizmat qiladi. La ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh. Allah subhanahu va taolo shundaq deydi. Tarjimasi: Ular mangu turadigan jannatga kiradi. Ularning otilari, xotinlari ve avladining ichidagi yaxshilarimi jannatga kirdi. Farishtalar ularni muboraklash uchun jannatning har bir darvozasidan kirdi. Farishtalar u dunyoda sabr qilganliginglar uchun sizlarga omonlik bo'lsin, oxiratlikning yaxshi bo'lishi nima degan obdan deydi. Sura Ra'd 23-24-oyatlar.